Assalomu alaykum. Bekaz YouTube kanali obunachilari. Biz yangi haftani boshladik. Hafta kuni yakshanba sanasi esa 8-fevral 2026-yil. Sizlar bilan yangi haftada Cobalt narxlarini ko'rib chiqamiz. Uni bo'lishdan chiqmasin, kuzatishni davom eting. Biz videoni boshladik. Yangi haftada Cobaltchalarni ham boshladik nasib bo'lsa. Xo'p, navbatdagi Cobaltimiz 4 paketini metanga qo'yilgan. ABS bor, Cobalt Midnight. 4 yumshoq bilan qo'yilgan. Shumizalasi bo'lmagan. Salon holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Tindiq to'xtatdi, chiqol kiydirilmagan avtomat korobka zavodskiy magnitofonida 11 mingmi probegi? Ha. 11 ming kilometr bosib o'tgan. Orqa qismlari moshinchada 2025-yil ishlab chiqarilgan, probeg 11 ming kilometr bosib o'tgan. Narx qancha deyapsiz? Tak, 12.500 bo'lsa beramiz. 12.500 bo'lsa. Tushib bermaysizmi? Yo'q, 12.800 deyapman. Telefon berish? 93lik 962 46 64. WhatsApp, Telegram bormi? WhatsApp, Telegramlar bor ekan, xullas Cobaltchamiz tayyor to'xtab. Telegram bor. Navbatdagi Cobalt mashinchamiz 4-pakalini propan gaz bilan qo'yilgan. ABS bor mashinchamizda, xullas to'rtomchoq balon o'zini zavodskiy sakasi saka 4-pakalini xullas nima dedim? Chiqol qilinmagan mexanik korobkada monitor qo'yilgan. Orqa qismlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tabletka propan gaz ballonlar qo'yilgan. Aka ishlab chiqargan yil 20mi? 2020-yil ishlab chiqarilgan mexanika korobka. 4 ni diskalar qo'yilganmi? Ha, zavodskiy ishlaydi. Zavodskiymi? Ha. Xo'p, kraskasi? Kraskasi toza nasib bo'lsa. Qancha deyapsiz narxini? 10 ming deymiz, o'zini tushiradi. Probegi? 77 ming. 77 ming. Telefon nomeringiz? 93 655 91 52. Cobalt qidirayotgan akalarimiz uchun Cobaltchamiz. Xo'p, navbatdagi Cobalt Midnight'chamiz avtomat korobkada. Cobalt Midnight. Motor xonalarni ko'rishlaringiz mumkin. 4-paketini propan gaz bilan qo'yilgan. ABS bor. Kraskasi tozami aka? Kraskasi 100% toza. Shumzalasi ham bo'lmagan. Sentyabrga shtanovka ruxsatnomasi bor ekan, chiqol kiydirilgan, avtomat korobkada Malibu bar qo'yilgan, monitor, probeg 32 ming kilometr masofani bosib o'tgan, Malibu qo'yilgan. Bagajni bosasizmi aka? Orqa qismlari mashinchamiz 2025-yil ishlab chiqarilgan, probegi 32 ming kilometr masofani bosib o'tgan, prashka qilingan ekan. Kraska tozami? Kraskasi 100% toza. Narx qancha deyapsiz? 13 ming. Aytish narxmas biz tushib bergan joy bor. Telefon nomeringiz? 99lik 095 44 40. WhatsApp, Telegram bormi? WhatsApp, Telegramlar bor ekan, misol yuturgan akalarimiz. Tayyor Cobalt Midnight'cha. Navbatdagi Cobaltchamiz 4-pakalini metan gaz qo'yilgan. ABS bor. Jeki choko rangda ekan. Shumzalasi bo'lmagan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Avtomat korobka chiqol kiydirilgan. Avtomat korobkalar o'tgan o'zini zavodskiy magnitofonda probeg 78.900 kilometr masofani bosib o'tgan. Orqa qismlari mashinchani ishlab chiqarilgan yili aka? Yili 2020. 2020-yil ishlab chiqarilgan. Probeg 78 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskasi tozami? Kraskasi orqada petnochasi bor ekan. Narx qancha deyapsiz? 9700 burma tushib beramiz. 9700 aytish narxi nasib bo'lsa tushib bergan joy bor. Xo'p, telefon nomeringiz? 91lik 402 43 00. Cobalt qidirayotgan akalarimiz uchun avtomat korobka. Navbatdagi Cobaltchamiz mexanika korobkada arzon Cobalt qidirayotgan akalarimiz uchun.
Matoxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. ABS yo'q ekan. 4 tumshoq bilan qo'yilgan. Shimzalasi bo'lmagan. Salon holatini ko'rishlaringiz mumkin. Chig'ol kiydirilgan. Xo'p, avtomat mexanika korobkalar manitor qo'yilgan. Metrol probegi 230 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Orqa qismlar mashinaning pistoch faralar qo'yilgan. Yil necha aka? 2013-yil ishlab chiqarilgan. Probeg 280 km masofani bosib o'tgan. Klapan bir marta bo'lganda? Klapan bir marta bo'lgan. Kraskasi? Kraskasi kroloda bor, eshikda bor. Krolo bilan eshikda bor. Narx qancha deyapsiz? 6,5 ming kami bor. 6,5 ming aytish narx nasib tushib bergan joyi bor. Navbatda ko'rib aka keling. Avtomat korobkada ekan bu. ABS bor. Benzindami? Benzindami aka bu? Benzindami? Yo, metanda. Metanmi? 3-chi pakalenda. 4. Salon holatini ko'rishlaringiz mumkin. Chig'ol kiydirilgan, avtomat korobkada magnitofon qo'yilgan. Shimzalasi bo'lmagan. Orqa qismlari yil necha aka? 2022-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 65 ming. 65 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Narx qancha deyapsiz? 1600. Kraskasi? Radno. 1600 aytish narxdan tushib bergan joyi bor. Buni yil necha aka? Shimzalasi bo'lgan ekan. Olishamiz. 4-chi pakalenda metan gaz qo'yilgan. ABS bor. Shimzalasi bo'lgan. Salon holatini ko'rishlaringiz mumkin. Chig'ol kiydirilgan, polik tashlangan mexanika korobkada magnitofon, o'zida yo'li 211 km masofani bosib o'tgan. Orqa qismlari merch fara qo'yilgan, sakadiska qo'yilgan. Nechinchi ishlab chiqargan aka? 2014-yil ishlab chiqarilgan. 211 ming km masofani bosib o'tgan. Klapan bo'lganmi aka bilan? Ha, bo'lgan. Klapan bo'lgan. Narx qancha deyapsiz? 7,5. 7,5 aytish narxdan tushib bergan joyi bor. 4 ta mashinaga bitta telefon nomeri aytib o'tsangiz aka. 90lik 752 88 olmuş. WhatsApp Telegram bormi? 4 ta mashinani ham obzor qildik. Xo'p, qaysi bir qiziqtirsa aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Navbatdagi ko'rib-chiqamiz. Xo'p, 4-chi pakana metan gaz qo'yilgan. ABS bor. 4 ta joy bilan qo'yilgan. Shimzalasi bo'lmagan. Salon holatini ko'rishlaringiz mumkin. Chig'ol kiydirilgan, avtomat korobkada abagrafiya ham bor ekan. Yevroparisada probeg 52 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Orqa qismlari mashinamizda. Bagajxonasini ko'rishlaringiz mumkin. Metan gaz qo'yilgan. Zapasga tushmagan, germetikalar yangi to'xtabdi. Hop, 2021-yil ishlab chiqargan probeg 52 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskasi tozami? Kraskasi 100% toza. Narx qancha deyapsiz? Men 10,5 deyapmiz, kelishsa beraman. 10,5 aytish narx nasib bo'lsa, bir pachkaga bitadi-da. 1200 General davens beriladi? beriladi. General davens beriladi. Telefon nomeringiz? 91lik 401 82 83. WhatsApp, Telegram bormi? Ha, WhatsApp, Telegramlar bor ekan. Musofir o'rgan akalarimiz uchun ko'pchamiz. Xo'p, navbatdagi ko'pchamiz birinchi pozitsiyada. Matoxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. Benzda harakatlangan. ABS yo'q. 4 tumshoq balon qo'yilgan. Shimzalasi bo'lmagan. Salon holatini ko'rishlaringiz mumkin. Misarobga chig'ol kiydirilmagan, mexanika korobkada o'zida tushgan magnitofoni, probegi 30 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Orqa qismlari mashinamizni ashira ko'rinar-ko'rinmas betnochasi bor ekan. Ishlab chiqargan yili aka? 2018-yil ishlab chiqarilgan. 9,000 deyapmiz, kelishayotgan joyi bor. Probeg 30 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Narxini 9 ming deyapti. Nasibasi tushib bergan joyi bor. Kraskasi bir orqa bagajda petnos bormi? Tamam. Shu yerda bir petnochasi bor ekan. 9 mingdan bir marta tushirib berishadi. Nasibasi telefon nomeringiz?
77'lik 77'lik 052 052 3955. 39 55 nomerlarga aloqa qilishsa bo'ladi. Shu bilan Cobalt narxlar videosi tugadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.